Kim ko'p g'amlarni bitta g'am qilib olsa, Alloh u uchun dunyo g'amlariga o'zi kifoya qiladi. G'am ko'p dunyoda. Sog'lik bor, tinchlik bor, uy bor, kiyim bor, pul bor, bola bor. Mana shu g'amlarni hammasini bitta g'amga almashtirib olsin. Nima qilsam Alloh mendan rozi bo'ladi degan g'am bilan yashasin. Shu savolni javobini topish bilan shunga harakat qilib yashasin. Qolgan g'amlarga Alloh o'zim kifoya qilaman deyapti. Kimning aqli va qalbini dunyoning ko'p g'amlari va tashvishlari har tarafga sochib yuborgan bo'lsa, Alloh bunaqa odamni dunyoni qaysi vodiylarida halok bo'lishiga parvo qilmaydi. Shuning uchun akalar, ukalar, xotin kerak, pul kerak, uy kerak, bular kerak. Bularni hech qaysini inkor qilmaymiz. Va mana shu narsalarni qo'lga kiritish uchun nima ish qilish kerak bo'lsa, hammasini qilamiz. Lekin bular g'am bo'lmaydi. G'am Allohni rozi qilish bo'ladi.